Farg'ona viloyatida aholining kibermadaniyatini yuksaltirishga qaratilgan Cyber Week nomli kompleks targ'ibot tadbirlariga tantanali start berildi. Tadbirga start berilishdan avval esa matbuot anjumani tashkil etildi. Unda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etib, bu hafta davomida amalga oshiriladigan asosiy yo'nalishlar va vazifalar yuzasidan ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Anjumanda ta'kidlangandek, mazkur tadbir Ichki ishlar vazirligi, Kiberxavfsizlik markazi hamda Uzcard aksiyadorlik jamiyati bilan hamkorlikda tashkil etilmoqda. Tashkilotchilarning ta'kidlashicha, maqsad kiberxavfsizlik masalalarida aholining xabardorligini oshirish, shaxsga doir ma'lumotlar va aholining elektron pul mablag'larini himoya qilish bo'yicha amaliy ko'nikmalarini shakllantirishdir. Tadbir doirasida viloyat hududidagi qator tashkilot va muassasalar, jumladan korxona va idoralarning axborot kommunikatsiya texnologiyalari bo'yicha mas'ul shaxslari, tijorat banklari xodimlari, IT park rezidentlari faol ishtirok etdilar. Ular kiberxavfsizlik sohasidagi so'nggi tahdidlar, himoya vositalari va xavfsiz foydalanish madaniyati yuzasidan qiziqtirgan savollarga javoblar olishdi. Cyber Week doirasida targ'ibot ishlari nafaqat mutaxassislar, balki keng jamoatchilik uchun ham mo'ljallangan. Kuni kecha fuqarolar, ayniqsa yoshlar o'rtasida kiberxavfsizlik bo'yicha ogohlikni oshirishga qaratilgan maxsus treninglar, ochiq muloqotlar va amaliy mashg'ulotlar boshlab yuborildi. Bir hafta davomida Farg'ona viloyatining turli hududlarida davom etadigan ushbu kompleks tadbirlar orqali kibermadaniyatni shakllantirish, raqamli xavfsizlik bo'yicha mas'uliyatni oshirish va axborot xurujlariga qarshi immunitet yaratish ko'zda tutilgan.